sizga yetib salomat bo'linglar. Bizning yoshimizga yetib bir badavlat bo'lib, xalq ichida martabali ulug' bo'lsin. Demak, hop buni o'sha o'qib turgan paytingizda ham sizga mehrim boshqacha edi. Mehrim boshqacha edi. Men yanglishmagan ekanman, sizlarni shunga yaxshi ko'rib, o'zimga yaqin tutib, shogird sifatida qabul qilganman. To'g'ri ish bo'lgan ekan bu. Avvalambor Allohni sizlarga bergan mehri, bizga bergan mehri bir-biridan o'tamiz. Sizlar mana yurgan yo'limdan yurib, xalqqa tanilib, xalq xizmatini qilib, olqishlarini olib, rizqni nasib aylab, mo'l ko'rib yursin. Bizlar qo'limiz har doim duoda bo'lamiz. Baxtinglarni, omadinglarni bersin. Iloyim, nima o'ylagan niyatinglarni Alloh beminnat yetkazsin o'zi. Yaxshi kunlaringizda borib qo'limiz duoda bo'lib, duo qilib turish Alloh nasib etsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar. Rahmat. Sağ olun.